Bir boy yalinib yuraveradi Sulaymon payg'ambarga, Sulaymon alayhissalomga. Siz qushlarning tilini bilasiz, men ham biladigan bo'lay, men ham biladigan bo'lay. Bo'pti. Chidaysanmi? Chidayman. Bo'pti. Duo qildilar. Qushlarning gapiradiganini o'rganib oldi. Hovlisida yotsa ikkita qush gapirayotganmish. Ertaga qo'ylari harom bo'lib qoladi buni. Bir balo kelyapti qo'ylariga dedi, obora hamma qo'yni kechqurun sotib yubordi. Ha, o'rganib olganim yaxshi bo'ldi. Bir ikki kundan ketdi, qo'ylariga bo'ladigan balo endi moliga kelyapti. Sigir otlariga. Ular o'lib ketsa nima bo'ladi deb, ularni ham borib sotib yubordi. Xursand yotuvdi. 3-4 kundan keyin hali qush aytdi, moliga qo'ylariga kelgan baloni bu ustalik qildi-yu, endi ertaga o'zi o'ladi, balo o'ziga keladi. Deganda shuni eshitib yuragi yorilib bo'ldi. Molingizga bir balo kelsa, uf tortmang, shu narsa bolangizga yo o'zingizga bo'lsa nima bo'lardi? G'am chekib, qorayib, dod devoradiganlar bor. Bitta eshagi o'lib qolsami, bir ot o'lib qolsami. Ey inson, o'zing o'lib qolganda nima bo'lardi? Bozordan qo'yni olib kelasan, Xudo pul berganda. Bolangchi. Hech tushunolmayman, bir xillar shu bir-biri bilan arzimagan narsalarda dushmanlashib, bir-birini dilini siyoh qilib, bir-biriga ketidan toshlarni otib, balo, musibat, sinov keladi hammaga.